bir yakanlik vatan xoini bor, shpion, jasus qo'y. Taxminan mening ishimda bor. 3 yil mi bo'ldi mushu o'ldi, mushu chaqiratma bor yer bir oshxona ishlayman deydigan. Obdan bo'ldi o'lgini buguniki. Balkim aslında tuqqanlar bilsa kerak. Bunun cinayetlerini yüzüge silip bütün topladı ve verin çıkardı desem bana tutuq belgeli onu mu de. Bana telefon kılıyordu, WhatsApp'ta gap kılıyordu. Estağfurullah. Bu Facebook'un Messenger'da gap kılıyordu. Xat yazıyordu, gap kılınmaydı. WhatsApp'ta bağlanan telefon numarını belgeni sen belgeli olmaydı. Korkudum benden, qattiq tilib etmek istedim ben. Öldü, cehennemge ketdi koy. O Toronto'da tıkı şu davanın işte demiş İngilizce yakşan, İngilizce 30 yıldan aldı vatanda ögünüp dikenme değil mi? İlgiriken necis koy bu. Öldü, cehennem ket koy dedim ben. Öldü diyen anlapla Facebook'a dedim, cehennem ketsin koy. Ben rezil resva kıldım ama benden keçip bana tutuq belki onu mu de. İsmi Mehmet Tursun. Yakellik. O xotun erişkisi Dünya Uyghur Kurultayı karşıtı. Mehmet Tohtu bilen bildi bağmagan boz kerek. Evvelde ben bilmegenlikten o xotunun qilgan işini to'g'ri deb tikanman. Mehmet Dünya Uyghur Kurultayı qo'llagan bo'lsa bilmedim, lekin Mehmet Tohtu uningsiz bir harakat qilganda qilgan, uningdan teshida. O harekatning teshida bir harakat qildi. Yani mush ayni ishni Mehmet Tohtu uningsiz boshqa bir yo'l bilan qildi. Dünya Uyghur Kurultayı'nınki yolu bilan qildi. Bu xotun Dünya Uyghur Kurultayı'nın teshida o'z oldiga bir harakat qildi. Mush adam akilman deb Turkiyaga berib. Bu xotunning eri 2 yil bo'lib o'lib ketdi. Men bilan tang yashitdi. Men o'lgan kunis anglab obdan bo'pti, cehennem ketkin kafir deganman. Buni men 95-yili Xitoy haj umriga tarjima bo'lib kelgan vaqtida tunigan. Keyin buningki vatan millat xiyonatlarini aytib bilgandan keyin qanday qilishimni bilmay yuribdim. Chunki u vatanda. Bundan 5-6 yıl evvel birdilla manga Facebook'ta xat yazg'il turdi, men palonchi deb. Sen nerede desem ben Kanada'dan şakiratma bayiyada. Dedi. Onda xos WhatsApp'ın numarını verdim, bağlı vargan deb. Maqsadim bağlı WhatsApp bundan gap elip bunu bütün dünyaya yeyip rezil rasva qilib o'tay degandim. Bu bildi bo'g'ay manga. Xat yazib sen gap qilgan deydi. Men gap qilmayman. WhatsApp'dan ber, WhatsApp bilan ko'rishaylik deb. Bir muddatdan keyin bir 6 oydan keyin yana sen bilan gaplashishni xohlamaydi ekansan, sen gap qilgan mayadi deydi. Bir yerde 1 minut buldu ki kıska. Ma numarum var benim ki WhatsApp'ta bağlanan WhatsApp gaplaşaydı. Kimsen ne, sen neymiş kılatsan nerede soraylı. Daim benden kaçtı. Her 6 ayda bir yıl bir katım sen benden kaçıp atsan bana gap kılmaysan deydi. Ben senin gibi sana karşı ben gap kılıp senin gapını anlap yok. WhatsApp'ını verirsen deydiğini deysen ben soraydığı sorayman. Anneke seni resva kılım hemen. Bu benim içimdeki hiyalim da. O bildi o şeytan koy. Şunun bilan menden manga gap qilib onu mu de gap bilan javob berdi, onu bilan doim xat yozdi. Bir 2 yil oldu, qarasam bir kuni o'lib qopti dedi. Obdan bo'pti kafir dedim. Kesel vakan ne demek? Naydi cho'ng mushadi vatan xiyonat ishlarini mushadi qilgan. Men avval bilmadim, keyin bildim ketgandan keyin. Bu men uning qilgan yaxshiligimni unda gula o'z vatanparvar ko'rsatdi emasmi? Vatanparvar ekan deb uning qilgan yaxshiliklarimni amal yok. Mehmet Tohtu Efendi bu paskini Jalap'nın eri %100 vatan haini. Bu doğruluk eğer Mekke'ye kep kasla ben boğan işlerini dep birmen. Bu ölgen günüsü ben obdan boptu degandim. Ben bu xotunun onu o günün xotun ekanligini bilmeydi ekan ben. Hazır bildim, bu xotunun ismini biledim ben. Türkiye'ye berip şundaq isim jiqqanmı, ish qilib bir isim toplagan. Men şu çağlarımda dikkat qilishimcha sizlar buni qo'llagan emas. Bu sizlardan Dünya Uyghur Kurultayı'nın ayrim bir harakat qilganda qilgandi. Men Mirzat Yo'lbos sizlarni uning bilan billa uni Dünya Uyghur Kurultayı'nın qo'llagan qilib ko'rsatib qo'yibdi. Qisqacha bir tushuntirish bergan bo'lsalar. Ko'p rahmat. Men bu xotinni tunimayman, yaxshi yomon bilmayman, ammo u ishini men qo'llagandim. İsmail Cengiz Milliy istihborotga shikoyat qilgan vaqtida men achchig'im kelgan. Nima bunday qilasan? Sen Uyg'urga dushmanmisan deb. Ama hazır faqatlam Mehmet Tursun degan Tonguzning xotini bo'lganligi o'shilam, vatan xoinining xotini bo'lganligi o'shilam, buni o'ch ko'rib qoldim men.
Ma'qul, Allohga omonat bo'lsin. Assalomu alaykum Ahmad aka. Ma gapingizni anladım aka. Shu siz deyotgan adam kelgan vaqtida biz turayotgan shaharga 200 kilometr taqimi sharqda shu Atlantik okeanining yandik bir shaharga tushdik, aşağıya hukumat taqsim qildik uni. Biz ham yangi kelganda vaqtlik Uyg'urlar oz bo'lgandan keyin shu uyga berib shunda kutib jamoatning ichiga qilib shunda qo'shilib o'zi inglizcha biladi ekan. Onun üstüne ait aktifga deb qo'shib ketib, buni shunda arg'ib ketdik. Shu kelib 6 oydan keyin saylan bo'ldi. 2005-yili Kanada Uyg'ur jamiyatining saylimi. Biz Mehmet To'xtuni qo'llaymiz deymiz. Ular bir artistni saylaymiz deb shu saylan munosabatiyle siz deyotgan adam bilaylik shunda kutib xizmat qilgan adam 6 oydan keyin yuzini o'riplab A tarafga o'tib bizga shunda qarashdiki, hayron qalasiz, unutib qolmayman. Onun ayağını bilisiz siz şu bultu Türkiye'ye verip eşedik Uygurlarını ekilemede bilgi İsmail Çingizma hükümet gidip koyup kaçıp gelgen şunun ayağı. Bildiniz mi değil mi? Manda insanlar bak ya biz şu insanlar şunun ulan bu siyasi meydan güreş şunun da devam kılıyor. Vay bildim. Şunun hotunu öte bilgen basım senin erin kapır cehennemlik joyt Xitayda aytdim men. O necis anangni sizga hayvon. La'natulloh, Alloh la'nat qilsin bu kafirga. Men bu 95-yili Xitoy haj o'mikiga tarjima bo'lib kelgan vaqtida qilganlarim shu chaqda bilganman buni. Alloh balasini bersin. O'lgan bo'lsa yaxshi bo'pti, jahannamga ketsin. Ismini aytib men bu xotinni qo'llab ketdim, men bilgan bo'lsam, tüy Xitoyning jasosining xotini ekansan deb aytdim men. Yosh o'ldi, obdan bo'ldi, kafir, jahannamga ketdi. Anangni sizga menga qilgan askiliga o'giningki. Yaxshilik qilsam, sizlar deganda, sizlar qilganning o'ni hassini qildim men yaxshilikni. Qilsam shu daraja askiliq qildiki, hayotimda ikkinchi bir Uyg'ur menga aqimdan qilganda oldimda bugunni qilgandek askiliq qilmadi. Yani siyosiy askiliq qildi, siyosiy dushmanlik qildi-da menga. Bu hayvon. Jahannam ketsin. Xotinning ismini aytib javobninki. Javob, jasos. Endi onunla yüzüge qaramaslik kerak unda. Men onun xotini ekanligini bilgan bo'lsam, yüzüge qaramaydim men. Necis. Assalomu alaykum hacım. Qanday avvallar yaxshimi? Uzun zamanlar bo'lib ketdi. O ayolning ismi Mahira. O ayolning birisi Dunyo Uyg'ur qurultiyi bilan munosabati yo'q. Dunyo Uyg'ur qurultiyi bilan birga ish qilmaydi o ayol. Bu ayol şu bir qancha 5-6 dak surgunlik hukumat va bu surgunlik hukumatning birisining bir nimasi. Men bilsam. Bu ayolning o adam ekilman deb birinin bağallarını o'ngladim, lekin tizimlamagallarini nima qilmadim. Turkiyadan ba'zi qarindoshlar so'rab turgan, "Ukam, bu ish adam ekilman deb, men adam ekilman deb baqmadim. Men faqat yo'l mangama qo'limdan kelsa bir yordam qilay dedim. O adam ekilman deydiganga yana bosh ministermi demaydi u gapni. Adam ekilma degan bo'lsa, hamda Kanadada qonunlar aniq, hammanasi aniq. Adam ekilishining yo'li var. Şunun qanam qis qila oladi, lekin adam ekilman deb adam ekilanmaydi. Hukumat tasdiqlash kerak uni. Shunlashqa adam ekilman degan bo'lsa, to'g'ri bo'lmabdi, lekin ushur to'playman degan bo'lsa, o'zingni o'ylashinglar deb qo'ydim. Chunki xilma-xil adam bor Turkiyada. Va keyin qarasam Suriyaga vaqalarni tizimlaymiz deb aniq shuni so'radi debdi ballar. Onu tizimlab nima qiladi ki? Uçurlar nima deb bunga lozim ekan dedim. Shuning bilan ki yo'qolib ketdi. U yerda bo'lgan gaplar rasmiy olganmi, uni bilmayman. Faqat menga shu insonlarning yetkizgan uchurim shu hamda.